Juftliklar qanchalar bir-biriga mos ekanligini ularning hidi orqali aniqlash mumkinligini bilarmidingiz? Agar juftingizni hidi sizga juda ham yoqsa, bu romantika emas, balki bu inson sizga genetik jihatdan mos ekanligini anglatadi. Ya'ni bunday juftliklarda kelajakda sog'lom farzand tug'ilish ehtimoli juda katta. Har bir insonning hujayrasida uni immun sistemasi haqida ma'lumot bo'ladi va insonlar hid orqali buni his qilishadi. Insonlarda qanchalar genetik jihatdan farq bo'lsa, o'xshashlik kam bo'lsa, shunchalar sog'lom farzand tug'ilishi ehtimoli bor. Ayniqsa ayollar intuitiv ravishda o'z genlariga o'xshamagan insonni, ya'ni erkakni tanlashga harakat qilishadi. Erkaklar esa o'ziga mos ayolni uchratganida unga nisbatan har xil hissiyotlar his qiladi va katta miqdorda dopamin va testosteron gormoni ajralishni boshlaydi. Agar juftliklar bir-biriga nisbatan yoqimli hid his qilmasa, aksincha juftini hidi u uchun yoqimsiz bo'lsa, razdrajat qilsa, bu o'sha insonlar genetik jihatdan bir-biriga mos emasligini anglatadi. Shuning uchun ham juftingizni tanlayotganda uni hidiga ham e'tibor bering. Juft tanlashda muhim tavsiyalarni bilish uchun sahifamni kuzatib boring.